Hop, men juda ko'p yeyman, lekin vazn qo'shilmaydi. Ko'pchilik ozg'in odamlar bitta gapni qayta-qayta aytadi. Men juda ko'p yeyman, lekin baribir vazn qo'shilmayapti. Lekin muammo shundaki, bu his-tuyg'u fakt emas. Chunki odam o'zini ko'p yeyman deb o'ylaydi, lekin real hayotda qarasangiz, ertalab choy, bitta non, tushlikka ozgina ovqat, kechqurunga yana yengil ovqat, kun oxirida esa atiga 1500-1800 kilokaloriya yegan bo'ladi xolos. Bu esa hatto vaznni ushlab turishga ham yetmaydi. Yana bitta muammo notekis ovqatlanish. Masalan, bugun ko'p yeydi, ertaga umuman yemaydi. Ba'zida juda kam yeydi. Natijada haftalik balans chiqmaydi. Organizm bitta kunda emas, umumiy kaloriyani balansini ko'radi. Yana bitta sababi tez to'yish. Ba'zi odamlar hajmi katta, lekin kaloriyasi kam ovqat yeydi. Masalan, salat, sho'rva, oshqozon to'ladi, lekin kaloriya yetmaydi. Zo'r yechimi bor. Bir hafta davomida hamma ovqat yozib chiqing. Shunda ko'rasiz, muammo aslida metabolizm tezligi emas, kaloriyaning yetishmasligidaligini. Ko'proq foydali, kerakli ma'lumotlarni bilib borish uchun kanalimga a'zo bo'ling. Sizda qanaqa muammo borligini kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi video shu haqida bo'lishi mumkin.